Homiladorman, 40 haftalikmiz, lekin dardim kelmayapti. Bunga nima sabab bo'lishi mumkin debdilar. Bunga sabab bo'ladigan narsalar birinchi navbatda bo'lishi mumkin bachadon bo'ynini uzunligi. Bachadon bo'yni yetarlicha uzun bo'lsa, dard boshlanishi, suhbatga boshlanishi kechikadi. Va yana bunga sabab bo'lishi mumkin homilador ayoldagi stresslar. Ya'ni tug'ruq jarayonidan juda ham qo'rqish stresslari homilani tug'ilishini kechiktirishi mumkin. Keyingisi bo'lishi mumkin gormonal fondagi buzilishlar. Yana bir sabablardan biri bo'lishi mumkin homilangizni muddatini noto'g'ri belgilanishi. Masalan, oxirgi hayzingiz bo'yicha 40 hafta bo'ladigan bo'lsa, lekin ovulyatsiyangiz kech bo'ladigan bo'lsa yoki homila har doim 2 haftaga kech qolayotgan bo'lsa, mana shu holatda ham homilani kichikligi sababli tug'ruq muddati cho'zilishi mumkin. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lishni unutmang.